Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zeybek So'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Minecraft 1.12.2 versiyada survival qilamiz. Bu narsaga e'tibor bermanglar. Bunda alohida survival qildim. Mayli. Xo'p, hozir biz yangi dunyo yaratamiz. Yangi dunyo yaratishdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta narsaga aniqlik kiritsa, anchadan beri video chiqmayapti deyarli 7 kun yoki 6 kundan beri video chiqmayapti. Buning sababi obunachilar kelmayapti videolarimga, lekin yaxshi like bo'lyapti. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Yaxshi like bo'lgani uchun. Keyin endi obunachilarni ham yaxshi ko'paytirsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Yaqinda biz agar 2 ta obunachi kelsa, biz 40 ta obunachi bo'lamiz. 40 ta obunachini albatta nishonlab bu survivalimizni ikkinchi qismini chiqaraman. Narigi qism xudo xolisa mana shu hafta bo'ladi. Bu haftaning mayli, bu hafta bozor kuni chiqadi. Mana shu haftani bozor kuni ertalabda emas, bir abidroqlarda chiqaraman videoni. Biz unda o'sha Nova Game bloger bilan ulanamiz. Ularning kanallariga ham o'tib obuna qo'ying. Obuna bo'lgan bo'lsangiz mening kanalimga kattakon rahmat. Birinchi biz daraxt chopamiz. Bunda juda ham ko'p mod emas, atigi 6 ta dona mod ishlaydi, ya'ni aktivlashtirilgan. Mana birinchisi craftdan ko'rsatadigan mod, ikkinchisi furnitura, ya'ni mebel modi bor. Xo'p, skinim yo'qligiga e'tibor bermaymiz. Xo'p, bilan ya'ni verstak bilan choplarni yasaymiz. Bugungi qismda biz uzoqlarga ketmaymiz albatta. Chunki Nova Game bloger kelsa bizni topishga qiynaladi. Shuning uchun uzoqqa ketib qolmaymiz. Mayli, hop, bu yerda chiqsam nimalar ko'rinadi? Bizda hozir oq biyomda ekanmiz va bunaqa qora biyom ham bor ekan. Mana bu yerda shaxtacha bor ekan. Shu shaxtachaga kirib ya'ni toshli narsalar qilib olamiz. Xo'p, do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariya ham yozgan bo'lsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Xo'p, toshlarni qo'ydik. Yana nima desam bo'ladi? Mini stack serveriga kim kirdi? Kirganlar bo'lsa kommentariyaga mini stack deb yozib qo'ysin. Men masalan mini stack serveriga kirganman. Kecha avval kuni o'ynab yotuvdim. Kimdir agar mini stackga kirgan bo'lsa, bugun kechqurun 11larda yoki 10larda kirishim mumkin. Chunki menga ham xos ishlarim bor. Shuning uchun shu 11 yoki 12larda emas, 11 yoki 10larda kirib qolishim mumkin. Mayli, hop, bu narsani chopamiz, ya'ni verstakni. Mana bu yerdan shakar qamishlarni olib kelsak. Hop, nimaga siz bo'lmayapti? 1.12da qo'shilmagan-ku suzish qobiliyati, faqat 1.13-versiyadan qo'shilgan. Esimdan chiqib qolibdi. Mayli, hozir biz ana u betga o'tamizda. Mana shu yerga kichikgina joycha qurib olamiz. Va nima qilamiz? Огород qilamiz, albatta. Mana urug'larni va shakar qamishni ekamiz. Nimaga yangi versiyada emas, eski versiyada jolga qilyapsiz desangizlar, eski versiyada chunki ulanishni men yaxshi ko'ramanki, o'tgan videolarimda ulanamiz degandim Javada, Bedrockda ham ulanamiz albatta ulanamiz. Bu ya'ni bu dunyoda ham ulanaman albatta. Faqat sizlarning obunangiz va like'ingiz muhim. Shu videoga 500 like bo'lsa, keyingi video chiqadi va 2 ta obunachi yangi. Hop,
Hozir biz mana bu sunduqqa yasab olamiz birinchi navbatda va keyin esa mana bu ketmonni yasaymiz. Hop, mana bu saplinglarni ekib qo'yamiz va mana bu yerdan ko'proq urug' olamiz. Bizga bug'doy kerak, to'g'rimi? Xudo xohlasa bu let's play'imizni bir 5 ta yo 6 ta qismi bo'ladi. Agar siz videoga like bosib kanalga obuna bo'laversangiz ko'proq qismlar chiqadi. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos sizlardan shuni so'rayman xolos. Hop, bu daraxtning ko'chatini men juda ham yaxshi ko'raman, chunki bu daraxt juda ham katta va o'rtancha bo'lib o'sadi. Bizga 7 ta urug' bor. Mayli, shularni ham ekaveraman. Mana bu yerga ekib qo'ysak bo'ladi. Hop, mana bu yerlarga ekib chiqamiz. Do'stlar, hop, mana ularni, ya'ni bug'doy urug'ini tushiramiz. Mana bu narsalardan, o'tlardan va tushdi. Shu logikani kim o'ylab topgan ekan? Albatta Nochda. Noch o'ylab topgan bu logikani, ya'ni o'tdan urug' tushishini. Hop, mayli, Nochning miyasi sal ishlagan ekan. Qandoq qilib o'tdan narsani urug'i tushishi mumkin, bug'doy urug'i tushishi mumkin. Mayli, Minecraft logiga tupurib qo'yganini nazarga olsak, rostdan ham baqarani Minecraft rostdan ham logigaga tupurib qo'ygan o'yin. Logika umuman yo'q Minecraftda. Bo'pti, mayli. Oq daraxtdan ham ozgina chopamiz do'stlar. Mana bu yerdan hozir shaxta ochamiz, kichkinagina qilib. Shu shaxtadan ozgina tosh qo'yamiz. Keyingi qismlarda ham mana shu yerdan tosh olaman. Keyingi qismlar xudo xolisa aytganimdek mana shu hafta bozor kuni chiqadi. Shu videoga 5 ta dona like bilan 2 ta kommentariy va 2 ta obunachi bo'ldi. Sizlardan shuni xolos. Agar kommentariyalar ko'proq yig'ilsa, kommentingizga qarab video chiqaraman. Hop, qishloqdagi videolar chiqyapti. Sizlarga qishloq videolar yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Agar yana shunaqa qishloq videolar chiqishini xohlasangiz, kommentariyaga qishloq deb yozib qoldiring. Keyin men qishloq videolar ko'proq chiqarishni boshlayman. Hop, hozir biz mana bu toshdan qo'ylab olamiz. Mana bu yerlarda hop, bizga atigi ozgina tosh kerak. Atigi 8 ta, mana o'zi 8 ta ham bo'libdi. Ana bu yerda hop, mana bular, ya'ni barglar hali ham tushyapti va biz buni furnaki yasaymiz. Mana bu yerda hozir men aytgan furnitura modini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa furnitura modi. Buni nomi albatta keyingi qismlarda hazillashdim. Bu Java versiyasida mo'ljallangan. Shuning uchun buni nomi nimaligini aytaman. Bedrockka lekin bo'lmaydi. Bedrockka bor, lekin Bedrock versiyaga ham bor, lekin ishlamadim bilmayman, lekin aniq borligini bilaman. Chunki o'zim ham bir marta tortganman, lekin sinab ko'rmaganman. Buni nomi esa Mr. Crayfish Furniture Mod. Shunaqa desangiz chiqadi. Mana bu yerlardan yuramiz. Hozir biz nimalar qilamiz? Mana bu saplingni olamiz va mana bu chekkaga ekamiz va mana bu oq daraxtnikini ham ekamiz do'stlar. Xo'p, video shu joyda tugadi. Sizlar bilan men Zervik so'z bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.